sport sinovlarida faol ishtiroki uchun faxriy olim bilan taqdirlanadi. 6-yil sinf o'quvchisi Erkabayeva Safargul sport sinovlarida faol ishtiroki uchun faxriy olim bilan taqdirlanadi. 11-B sinf o'quvchisi Boysun Sabror sport sinovlarida faol ishtiroki uchun faxriy olim bilan taqdirlanadi. 6-B sinf o'quvchisi Mirzarayev Ro'zmurod sport sinovlarida faol ishtiroki uchun faxriy olim bilan taqdirlanadi. 10-B sinf o'quvchisi Kundubayeva Go'zal sport sinovlarida faol ishtiroki uchun faxriy olim bilan taqdirlanadi. 7-B sinf o'quvchisi Abdujabbar Mehmon sport sinovlarida faol ishtiroki uchun faxriy olim bilan taqdirlanadi. 11-B sinf bitiruvchisi Rustamova Nigina 9-qizi a'lo baholar va namunali o'quv uchun faxriy olim bilan taqdirlanadi. 11-B sinf bitiruvchisi Adasheva Durdona Elyor qizi a'lo baholar va namunali o'quv uchun taqdirlanadi. 11-B sinf bitiruvchisi Erkinboyeva Sarinoz Jahongir qizi a'lo baholar va namunali o'quv uchun taqdirlanadi.